Jo'qa esidami, sigirlar uchun ferma xona qilgandik. Qishlog'imizda endi otlar ko'payib ketdi. Endi otlar uchun ferma xona qurish kerak. Nima hamma ishga mana aytaverasiz, onasi demsin. Sizni uyingiz buzilsa ham men javobgar, birovning uyi yonib ketsa ham men javobgar, otlarga uy qurishga ham men javobgar, sigirlarga ferma qurishga ham men javobgar. Nima men javobgar bo'lmagan biror ish bormi? Ha, bor. Qanday ish? Men ovqatlanishim, o'zim ovqatlanaman-da. Shuni men ham undan ko'ra chaynab beray, o'zingiz yemang shuni ham. Mayli, zo'r edi lekin. Yo'q, tentakmisiz? U qanaqasi qishlog'imizda ot ko'payib ketdi. Qayerda hozir ko'chada birorta ot yo'q. Borib qishloqni bir aylanib chiqchi. Bo'pti, hozir ko'raman. Agar ot ko'p bo'lsa mayli, unda ko'raman, ish qilish kerak bo'lsa qilaman. Tak, otlar yo'q bu tomonlarda. Mana yarimta ham ot. Xo'p, mana yerda bitta ot bor ekan. Tak bitta otlar hech nima emas-da, qaranglar. Butun qishloqda hech qayerda deyarli ot yo'q mana. Bu tomonlarda yarimta ham ot yo'q. Oho, nima? Qayerda ot bor? Ot bor deydi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'qa va sizlar meni yangi video roligimda. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Men esa ot qidirishni davom ettiraman. Mana bu yerda sigir bor ekan. Bu mana otlarni topdim. Yo. Mana bitta, ikkita. Mollarda bu yerda suruv bor ekan-ku. Mollar deb otlarda. Va, oq ot bor ekan. Menga yoqadigan ot turidan qaranglar. Yo, bular minib bo'larmikan, ha? Minib bo'larmi? Men seni minaman. Men seni minaman. Ye, mindirmaysan. Mindir. Yur, nima yurmaysan? Yur. Ye, sen hali mindirmayotgandamsan, ha? Mindirsa nima bo'ladi? Pulingni beraman, onasi, endi taksi puli beraman. Sen qoravoy. Oho, kibrimsanlar, nima bo'lasan? Bo'ldi, men ketdim hozir. Merga aytayda, bularni yo'q qilmasak bo'lmaydi. Rostdan ham yomon ko'payib ketibdi otchalar. Otchalarni yo'q qilish kerak. Tak, hozir janob merga aytamiz. Menimcha birinchi o'rinda ferma quritaydi doimida. Tak, janob mer, rostdan ham otlar ko'payib ketibdi. Davayt, arqon bormi? Ha, kirib, xonamda qara, sandiqda ichida arqon bor, o'shani ol. Aha, mayli, hozir ko'ramiz. Yaramas, otvachchalar hammasini hozir ushlab olayda, o'zim bilaman. Bo'pti janob mer, men unda ferma qurishni boshlayman. Ha, o'zingni uyingni oldida qur, o'zing qaraysan hammasiga. Mayli, endi nima ham derdim, rost akasim o'zi, faqat o'zim qarayman, janob merda ish yo'q. Hamma ishga o'zim-ku, o'shaning uchun o'zim uyimni yonidan qurib qo'yaman. Voy, farosatingga oyog'im sanladi. Mana kartoshkani ol, tushirib qo'yma yerga. Va malades oldi. Gap yo'q. Atak men o'zimga go'zalaytirma sabzini otdimi? Tushunmadim. Yo'q, otmabdi ekan. To'g'ri ko'ribman, ko'zimga ko'rinibdi ekan. Xo'sh, tak nima olsak bo'ladi bu yerdan? Tabor kerak albatta bizga. Bo'ldi, все, boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Короче, jigarlar, sizlardan bitta narsani so'ramoqchi edim-ku, yo so'ramaymi ekan, ha? Yo so'raymi, yo so'raymi, so'ramaymi? So'rayman, короче. Tak jigarlar, men YouTube kanalimda, asosiy YouTube kanalimda stream qilmoqchiman. Stream kimga qiziq? Stream qilaymi yo'qmi? Kommentariy yozinglar chiqani. Qaysi daraxt kessak bo'ladi? Uzoqroqdan borib kesib kelak, chunki yaqindagi daraxtlarni kessak juda ham yomon bo'ladi. Mana shu daraxtni kessaman ekan. Uzoqda emas-ku, lekin uzoqroqda ekan. Okey, nechta daraxt tushar ekan? Menimcha juda ham ko'p daraxt bersa kerak. Daraxt o'zi ham juda ham katta ekan, otcha daraxt ekan. Otlarni yo'q qilishimizga otcha daraxt kerak bo'ladi o'zi kakras. Tak, sindiramiz, tutamiz, buni ustiga chiqaylik. Mana shu yerdan bo'yim yetadi sal bo'lsa ham. Okey, o'zi bittagina ortiqcha qolib ketgan ekan. Shunga shuncha vaqtimni sarfladim, energiyamni sarfladim, kuchimni sarfladim, vaqtimni sarfladim desam, yo'q, unaqa demayman, chunki u ma'nosi yo'q gap-ku. Okey, buni ham olamiz. Bu oyog'imda ostagini ham ko'rdim. Yo'q, unutib qo'ydi deb o'ylamanglar-da. Prosta ko'rdim, hozir olaman uni ham. Menda ham ikkita bor ekan, bularni ham olishimiz kerak axir. Bu boshqacha daraxt. Mana uni shoxi ekan-ku bu. Men uni oldim. Unaqa daraxtdan eshik quramiz mayli. Unaqa daraxtdan yo'q, verstak qursak ham bo'lar ekan. Ikkita olib ekan. Bittasini qaytarib qo'yamiz joyiga, to'xtanglar. Bittasi kerak emas bizga kerak emas. Mana bunaqa qilib qo'yamiz, shox bo'lib turadi. Buni esa taxtaga aylantirib, bundan verstak yasab olamiz. Verstak yasashni hamma biladimi yo'qmi? Kommentariy yozinglar. Biladiganlar yozsin, bilmaydiganlar yozmas, xo'pmi? Biladiganlardan so'rayapman. Bilasizmi jigar yo'qmi? Kommentariy yozingchi. O'zi bir qator daraxt qolgan ekan, shuni ham shunday olamiz-da, suramiz bu yerdan. Okey, va oyog'im yetmay qoldi. Obbo, shu yetmay turgan edi. Olamiz va oxirgisi ekan. Shu bitta uchun daraxt qo'yib o'tiribman oyog'im tagiga. Bo'ldi, ana endi точно. Voy,
Voy 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 voy. Jungledan tushdimi bu olma? Yo, mana bu daraxtdan tushibdi ekan. Mayli, hozircha bizga olma kerak emas. Qaysidir otga beraversam bo'ladi. Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga 1000 qamchi. Eshitdinglarmi? Agar asamni buzib yuborsanglar 1000 qamchi yeysanlar, 1000 qamchi. Tak, buni qayerga qo'ysak bo'ladi? Teshik yopamiz shu bilan. Ya, mayli, nechiva. Uni ichiga to'g'ri kelmadi-yu, atak bo'laveradi. Mana hammasidan cho'p olamiz. Qaranglar, endi cho'plarni o'rtaga qo'ysak, atrofiga daraxt qo'ysak, eshik bo'ladimi? Yo'q, mana shu holatda ana bo'lar ekan. Nima edi? Короче, shu holatda reshotka bo'lar ekan mana. 48 ta reshotka bo'ldi va qolganidan ham biz ham reshotka yasaymiz. Hammasiga reshotka yasab yuboribman, eshik yasamabman. Mayli, hozir eshik ham yasaymiz. Avval biz ferma qurib boshlaylik-da. Eshik yasash problema bo'lmaydi. Xo'sh, kim bo'lsa boshqa katta eshikdan yasab yuboramiz bitta. Okey. Va orada bitta qolib ketadigan joylarni qoldirmasligimiz kerak. Agar qolib ketsa, keyin otlar ustidan sakrab chiqib ketsa, tasavvur qilinglar, ot yo'q-da o'zi. U otlarni men sotib pullasam ham bo'ladi. Yo, dahshat biznes a. Bunaqa biznes ideyalar faqat bizning kallamizga keladimi yo, sizlar kallalaringga ham keladimi? Kallalaringiz sizlarda? Ha, kallalaringga keladimi? Tak. Qani qayerda edi? Mana shu yoqda yetib keldik. Uje qish qo'yib yubordik. Uje bulg'adik mana bu yerda. Tak, normal, hammasi normal. Ana endi biz eshik uchun bu yerdan daraxt olamiz. Eshikni qanday usulda quraman bilasizlarmi? Bilmaysizlar, qayerdan bilasizlar? Hali men sizlarga aytganim yo'q, men bunaqa usulda quraman yoki bunaqa usulda qurmayman deb. Bilmaysizlar-da, o'shaning uchun. Tak, mana bunaqa usulda quramiz. Mana 3 ta eshik yasadik, ikkitasini qo'yamiz, yetadi. Xo'p, qaysi tomondan qilamiz eshikni? Mana bu tomondan qilaylik. Otlarni ham olib kelib mana shunday kiritib qo'yaveraman. Oson kirib ketaveradi ular ham. Tak, atrofidan kirib bo'ladimi? Yo'q, atrofidan hech kim kira olmaydi ham, chiqa olmaydi ham. Bitta bunaqa blok qo'ysak yaxshi bo'lardi. Buni olamiz, to'xtanglar. Oldik. Bu tomondagini ham olamiz. Sal bo'lsa ham odam basharroq bo'lib chiqsin deyapman-da. G'alati bo'lib qoladi bunaqa oddiy qilib qo'yadigan bo'lsak. Mana. Takoy. Bunaqangi fermani umringlarda tugul, butun umringlarda ham ko'rmagansizlar. Tak, jiplarni, arqonlarni qo'limizga olamiz. Ketdik-da, aytib olib kelamiz endi. Bu yaqindagilar hozir chiqamiz. Oq ot tushlab kelib, birinchi u menga mindirmagani uchun yondagi qora ham oq qora bo'lib turibdi, ikkalasi kakras o'zi. Ushlaymiz bularni. Aha. Bolachangni olay, qochib tur, bolachangni olay. Okey, bolachasini oldik. Buni ham olamiz. Nechta olib ketalar ekanman qo'limda? Seni ham olaman, seni ham olamiz. Seni ham davolashadi deydi-ku. Senlar hammangni olib ketaman. Kelibsanlar arqamdan, aniq yo kelyapti. Seni ham olib ketamiz. Seni ham davolashadi, hammangni davolashadi. Hozir kirasanlarmi yo'q? Davolashadi hammangni. Davay ichkari kirlaring. Davolashadi hammangni. Usta o'tib oladimi bular? Ustan o'tib ketdi. Yo, nima degan gap? To'xta. Bir ikkitasi eshikka qolib ketibdi. Tak, seni va seni ham. To'xta. Seni va seni ham davolashadi. Davayte. To'xtaylik. Uchala ham kir bu yoqqa. Bu yoqqa. Eshik bu yoqdan. Kir. Voy, yana ikkitasi eshikka qolib ketdi. Qaranglar. Uni bu yoqqa qo'yamiz. Nima kira olmaysan? Kir. Vo, davay, salam. O, yaxshi. Bir katta ekan, shuning uchun siqmayapti bu yerdan kirishga. Tak, bo'ldi, bular qochib ketolmay bog'langan turibdi hammasi. Endi mana bu tomondagi otlarni yig'ishtirib kelamiz. Nechta ot bor bu yerda? Qaranglar. Bir suruv ham gap, 4 suruv bo'lib ketganmi? Nima balo? Buni olamiz. Buni bolachasini olib ketamiz. Bolachamizga kerak bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin u katta ot bo'ladi. Buni ham nechta ot bo'lib ketyapti? Yo, vatta, dahshat ko'p ot. Dahshat, sani ham olib ketamiz. Bo'ldi, ket, yuringlar. Davay. Qaranglar. Araba, ot aravalar tortadi. Hozir men otlar tortib qaranglar. Vatta, dahshat texnologiya. Bir ikkitasi bo'shalib ketdimi? Yo, bo'shalgani yo'q, qayerdan bo'shaladi? Qo'limda turibdi hammasi. Tak, tez olib boramiz. Tushib qolmasa bo'ldi, yo'lda bitta ikkitasi qochib ketmasa bo'lgani. Mana ustidan o'ta olmayapti-da ular. O'ta olganda ustidan o'tkazar edim. To'xtanglar, bitta zo'r usul bilaman. Davay, kelaring, hammang izimdan ke. Kelibsanlar. Mana shuni sakraymiz, davay, sakraymiz. Sakra, hammang sakra. Hammasi birdaniga kirdi. Bu usulni faqat biladiganlar biladi, bilmaydiganlar o'zi biladi, deydi-yu. Bitta qo'limda qolib ketibdi. To'xta, sen mana bu yoqqa ildirib qo'yaylik. Bo'ldi, qochib ketma. Tushundingmi? Qo'limda turibdi. Qochib ketsang, ko'zlaringni yumib olaman, tushundingmi? Xo'p, ana endi yana bir res olib kelsam, mana shu tugasa kerak. Yana ham bilmadim, juda ham ko'p ot, shuncha otlar suruvi. Otlar potalar suruvi bo'ladi-yu, otlar potasi. Tak, bolachasini olmadik. Bolachasi. Ye, to'xta, bolacha.
Ye, bolachasini olib bo'lmasiga mayli. Unda o'zini enachasini olib borsak, bolachasi imizdan kelsa kerak. Buni olamiz. Tak, sizni ham olamiz tag'o. Tog'olar to'xtanglar. Sizni ham olaman tag'o, sizni ham. Hammalarni bitta olib ketishga ko'p ketaman shu marta qaranglar. Sizni va qochib turish. Sizni ham olamiz. Uzoqroq degan uni olmaymiz mayli. Chunki uzoqdagini olib kelish uchun ham qancha joyda bosib borib kelishim kerak. Undan ko'ra olmaganim yaxshi. Sizni olib ketamiz. Bu yerda bitta ip tushib qolgan ekan. Meni ipim bo'lsa kerak. Tak, hammasi olindi ya. Qolib ketma. Voy, orqada bir ikkita qolib ketibdi-ku. Ha, bular bolachalar ekan. Onasining izidan yuguradi hammasi. Tak, ketyapmiz. Menimcha chiqayotdi, ot qolmadi. Tak, tez. Hammang tezlash kelyapsanlarmi? Ha, kelishyapti ekan. Sakraymiz. Malades otlar, malades. Hammangga malades. Mana, takoy. Hammang takoysan. Voy, bitta qo'limga qolib ketibdi. Sani ham mana unga qo'shib qo'yaylik, to'xta. Mana aka. Ikkalang do'st bo'lib o'tirasan. Men eshikni yopaman, borib yana izlab ko'raman. Ot topib kelishim kerak. Hali kam. Nechta ot bor qaranglar. Shu yerda sanay olasizlarmi? O'z sanash kerak, sanash. Shuncha ot. Balachalar qolib ketibdi-ku. Hozir ularni ham bog'lab bo'lsa olib kelaman. Lekin bog'lab bo'lmasmikan, bilmadim. 3tagina bolachasi qolib ketibdi. Seni bog'lab olib keta olamanmi? Bog'lasam bo'lar ekan-ku. Mana bo'yningdan bog'lab oldim. Sanam, to'xta. Okey. Sani to'xta. Okey, oldim. Ketdik 3ta. Kelibsanlar, uchalar ham kelyapsan. Malades, aqlli otchalar. Sanlarni borib ota-onangni yoniga qo'yib berib qo'yaman. Turasanlar, nima qiyinishmas-ku. Tak, sakradik otchalar, sakraymiz. Malades, sakrashdi. Qaranglar takoyligini. Bu yerga bog'laymiz uchalasini. Mana otxona tayyor. Men esa ketdim. Endi borib damimni olaman. Uyim qani edi? Uyim mana shu ekan. Esimdan chiqibdi uyim qaysi. Yetel yurt sani bog'lab olib ketaman. Esa bog'lab bo'lmasa ekan, bog'lab bo'lganga uyimga olib kirib qo'yardim bog'lab. Tak, bugungi ishimiz normal bo'ldi. Endi dam olish kerak albatta. Tak, bo'ldi. Все, uxlaymiz endi.